1966 yil. Toshkent. Tong endi yorishayotgan edi. Men odatdagidek ishga chiqdim. Odamlar ishga shoshardi. Hech kim bir necha soniyadan keyin butun shahar o'zgarishini bilmas edi. Birdan yer dahshat bilan larzaga keldi. Oyoqlarim osti qaltiray boshladi. Binolar tebranib, oynalar chil-chil sinardi. Odamlar vahima ichida ko'chaga yugurdi. Men yugurarkanman, eski uylar birin-ketin qulay boshladi. Atrofni chang buluti va yordam so'ragan ovozlar qopladi. Oradan ko'p o'tmay qutqaruvchilar, harbiylar va ko'ngillilar vayronalar orasidan insonlarni qutqarishga kirishdi. Hech kim yolg'iz qolmadi. Kunlar o'tdi. Chodir shaharchalar qurildi. Odamlarga non, suv va yordam yetkazildi. Qo'rquv o'rnini asta-sekin umid egallay boshladi. 1966 yil 26 aprel tongi bu shaharning xotirasida abadiy qoldi.